Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Navbatdagi platamizni baymak kelgan. Bu muammosi nima bo'lgan? Bu platamizni zamikani bo'lgandan keyin yonmay qo'ygan, svet o'chib bo'lgan. Перенапряжение deyiladi. Перенапряжениеdan keyin bo'lgan. Yonmay qo'ygan. Hozir biz buni tuzatdik. Hozirga yoqib ko'rsatib beramiz. Tuk beramiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Yonyapti. Bitta ko'rsin, soting. Day. Mana hozir ko'rsatamiz. Tak. Yonyapti, yonib ishlayapti. Buni endi stendga qo'yib tekshirib ko'ramiz. Shunaqa. Xo'p, bundan Agar- tashqari. Aytmoqchi bo'lganim, agar yana mana shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastga turgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Gapiring. Xo'p, bundan tashqari faqatgina shu baymak katyollarniki emas, isitish qozonlariniki emas, bundan boshqa markadagi boshqa Bu yoqni ko'rsatib firma qo'ying. ostidagi katyollarimizni ham, platalarini ta'mirlaymiz, remontini qilamiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin, bizda даже AKF platasiz germetika bo'lgan platalarni ham qilaveramiz, bemalol. Bundan Любой tashqari plata. faqat katyollarniki emas, kremashina, boshqa texnikalar platalarini ham deyarli hamma platalarni remontini ta'mirlaymiz. Bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. 24/7 xizmatdamiz. Manzilimiz Toshkent.